ko'p seminarlarda qatnashgandan yana bir bor mamnuniyat izhor etamiz. Mana shu 6 yil mobaynida Britaniya xalqi Fond Forum kelajak ovozi proyektlarida, juda ham ko'p proyektlarda qatnashib kelmoqda. Shu proyektlardan eng kuchli proyektlardan, ya'ni eng ko'zga ko'ringan proyektlardan biri bu shu yosh tadbirkorlar maktabi deb hisoblaymiz. Shu maktabni ochishdan maqsad ham hozir eshitdinglar, juda ko'p chiroyli gaplar bo'ldi. Biz masalan men o'zimni mana shu maktabda yosh tadbirkorlar maktabida seminar o'tkazayotgan paytimda faqatgina o'zimni narsalarni o'zimni seminar ya'ni programmalardan kelishdan tashqari sizlarni o'rtalarda oralardagi yoshlardan juda ham ko'p foydalanishni maqsad qilib kelaman. Masalan, hozir Boboga ikkinchi oldin gapirdilar. Bahorda bizning O'zbekiston viloyatlari bo'ylab yurgan safarimizda mamlakatimizda biz bir jamoa dasturida biz juda ham ko'p yoshlarni shu narsaga yordam sifatida qilib Boboga iltimos qildik. Masalan, shu o'tirganlardan ma'lum mumkin bittasi Madinaxon Buxorodan juda ham ko'p yordam berdilar. Faqatgina bahor paytidagi dasturda emas, bundan tashqari mana yozgi laynerimizda ham juda ham yordam ko'rindi. Masalan, oralarda ko'p o'quvchilarning orasida ingliz tilini juda ham